O'qituvchi tanlash. Assalomu alaykum dear students. Bugungi podkastimizda sizlar bilan o'qituvchi tanlash haqida gaplashamiz. O'qituvchi tanlash juda ham muhim, chunki o'qituvchi sizni qanchalik bir katta yutuqlarga erishishingizga sababchi bo'lsa, shunchalik ingliz tilidan bir ko'nglingiz qolib ketib, ingliz tilini yomon ko'rib qolishingizga ham sababchi bo'lishi mumkin. Shu sababdan odam o'qituvchi tanlayotganda ba'zi bir e'tibor berish kerak bo'lgan narsalar bor. Avvalambor o'qituvchi tanlayotganingizda o'qituvchi siz internetda ko'rganingizda sizga qanaqa bir va'dalar beryapti, qanaqa bir kontent olyapti, qanchalik uni bir podpисчики ko'p, kamligiga qaralmaydi. O'qituvchi yo'q, bunisi bilan o'lchanmaydi. O'qituvchi o'zini bir chiroyi bilan kontent olib chiqqanida o'quvchilar uni prosta ko'rish priятный bo'lgani bilan o'qituvchi tanlanmaydi. O'qituvchi tanlanayotganda o'qituvchi darslarni qanchalik sizga kreativ qilib, qanchalik bir kulgili qilib tushuntirib berayotganiga qaralmaydi. Bu faktorlar faqatgina sotsial tarmoqlarda ishlaydigan o'quvchini prosta e'tiborini qaratish uchun bir faktorgina xolos. O'qituvchida siz ilm olmoqchimisiz? O'qituvchi tanlashda o'zini bir ma'lum bir kriteriyalari bor. Avvalambor o'qituvchi tanlayotganingizda o'qituvchini niyatiga qaraladi. O'qituvchingiz niyati bormi siz bilan shug'ullanishga? O'qituvchingiz niyati bormi sizni o'qitishni boshlab sizni shu yuqori bir darajalarga olib borishga? Chunki hozir ming afsus shu narsani ko'ryapmizki, o'quvchilar ingliz tilini o'rganishyapti va IELTS'ni yaxshi natijalarni ko'rsatib, vaqtinchalik repetitorlik qilishyapti. Ya'ni bitta tayinli ish chiqqungacha men dars berib turaman degan bir niyatda qilishyapti. Bunaqa o'qituvchilarni men yomon yoki yaxshi deb aytolmayman. Prosta buni bitta yomon tomoni oxirigacha bormaslikda, muammo tomoni. Ya'ni u o'qituvchi qanchalik yaxshi, qanchalik zo'r dars bermasin, siz bilan oxirigacha bormasa, u o'qituvchida boshlaganingiz o'zini tegi rezoni yo'q. Agar o'qituvchi ertaga sizga dars berayotgan payt Amerikaga ketib qoladigan bo'lsa va darslaringiz to'xtab qoladigan bo'lsa, rezon yo'q. Agar o'qituvchi ertaga kasbini almashtirib oladigan bo'lsa yoki boshqa o'quv markazi unga ko'proq oylik taklif qilgan o'shatga o'tib ketib, sizni tashlab ketadigan bo'lsa, rezon yo'q bu narsada. O'shanga dars boshlashdan oldin o'qituvchi bilan o'tirib, cho'tki gaplashiladi. Ya'ni sizni hozirgi holatingizda, sizni erishmoqchi bo'lgan maqsadingizgacha o'sha o'qituvchi sizni olib chiqa oladimi? Agar o'qituvchi ham olib chiqa olmayman desa, ikkinchi darajaga narsaga e'tibor berasizlar. Ikkinchi daraja bu o'qituvchini experience, ya'ni uni opiti. Ya'ni u tajribasida sizdagi holatlar bo'lganmi? Sizdagi holatda o'quvchi bilan shug'ullanganmi? Va sizdagi holatdagi o'quvchilarning natijasi mana muhim narsa. Yaxshi o'qituvchini o'quvchilarini natijalaridan qilib tanlab olsangiz bo'ladi. Ya'ni siz deylik, masalan, maqsadingiz faqatgina o'sha IELTS yoki TOEFL bo'ladigan bo'lsa, sizga kerak narsa bu holatda faqatgina o'sha o'quvchilarning IELTSdagi va TOEFLdagi natijasi va yana bitta holat, u o'quvchilar shu natijaga erishgungacha sizdagi holatda bo'lganmi yo'qmi? Chunki ba'zi bir payt shunaqa narsalarni ham guvohi bo'lamizki, bir o'quvchi bitta joyda yaxshilab shug'ullanadi, fundamentini bitta stozda ko'tarib mustahkam qiladi-da, sertifikatga alohida tayinlanib, sertifikatdan katta balosi o'quv markazida otilib chiqadiki, mana bu bizani o'quvchimiz IELTS bizda o'qigan edi deydi. Vaholanki uni general knowledge-ni bergan odam, uni ustida yaxshilab ishlab, unga butun bir mehnat qaratgan odam butunlay boshqa bo'ladi. Bu o'sha e'tibor qaratishga kerak bo'lgan ikkinchi faktor. Uchinchi faktor o'qituvchi tanlayotganda bu o'qituvchini xulqi. Ya'ni o'qituvchini xulqi deganda nazarda tutiladi. Ba'zi bir o'qituvchilar bo'ladi, juda ham yumshoq, juda ham halim bo'ladi. Ba'zi bir o'qituvchilar bo'ladi, ozgina qattiq qo'lroq bo'ladi. Shu holatda ham odam o'zidan kelib chiqib tanlashi kerak. Meni o'zim lishniy bir fikrim, bizani o'zbeklarga halim, yumshoq o'qituvchilarni gapini o'tishi nisbatan qiyinroq. Agar sizni yoshingiz katta bo'lsa, siz o'zingiz eplay oladigan bo'lsangiz, ya'ni o'qituvchi menga prosta yo'nalish ko'rsatsin, qolganini o'zim qilaman desangiz, unda bu faktor siz uchun jabr rol o'ynamaydi. Lekin agar siz o'zingizni yaxshi bilsangizki, o'qituvchi sizni qulog'ingizdan tortib turmaydigan payti siz dars qila olmayotganligingizni biladigan bo'lsangiz, bunaqa paytda o'sha o'qituvchini ozgina bir qattiq qo'lrog'ini tanlaganingiz ma'qul. O'qituvchi tanlayotgandan keyin, mana siz o'qituvchini tanlayotganda e'tibor berdingiz. Bitta o'qituvchini ushladingizmi, bo'ldi. O'sha o'qituvchi bilan siz endi oxirigacha borishingiz kerak. Bitta narsani biling. Bitta o'qituvchiga borib turib, ikkinchi o'qituvchidan maslahat olish bu ahmoqgarchilik. Bu ahmoqgarchilik o'rtoqlar.
Bizani o'zimizda shunaqa keyslar bo'ladiki, bolalar aloqaga chiqishadi. Ustoz, men repetitorga boryapman, ustozim mana bu kitobdan o'tyaptilar, shu kitob bo'yicha fikringiz qanaqa? Ustoz, men kursga boraman, menga ustozim mana bunaqa mashq berdilar, shu effekt beradimi, yo'qmi deyish bu yomon narsa. Bu o'qituvchiga bo'lgan juda katta hurmatsizlik o'rtoqlar. Siz bitta o'qituvchiga ixlos qildingizmi, mahkam ushlaysiz. U aytgan gapni siz kallangizni ishlatib, yo'q, qani bu effekt berarmikin, ustoz berayotgan vazifa effekt bermasmikin, mana bunaqa qildi, nima ekan, qanaqa ekan deb o'ylash o'zi ahmoqgarchilik. Ustoz aytdi, qilinadi. Ustoz sizdan yaxshi biladi. Bitta narsani bilinglar, men bunaqa payt shunaqa holatdagi o'quvchilar menga savol berishganda, men yo'q, sen birovni o'quvchisi ekansan, men senga bir maslahat bermayman degan gapni gapirmayman. Bizga maslahat so'rab chiqsa, biz umumiy maslahatni beramiz. Ya'ni speakingim yo'q desa, speakingni oshirish uchun mana narsalarni qilgin deymiz. Vaholanki siz o'qituvchingiz aynan sizni speakingingiz nimaga chiqmayotganligini biladi. Ya'ni sizni speakingingiz chiqmayotganligini sababi siz reading qilmayotganligingiz bo'lishi mumkin. Siz listening qilmayotganligingiz bo'lishi mumkin. Siz writing yozmayotganligingiz bo'lishi mumkin. Bu narsani faqat siz o'qituvchingiz biladi, siz bilan ishlagan odamgina biladi. Chetdan turib sizni holatingizni yaxshi bilmaydigan odam sizga hech qachon to'g'ri maslahat bera olmaydi. Shu narsani unutmanglar. O'qituvchi tanlaganlardan keyin, aytganimdan keyin o'qituvchini mahkam ushlaysizlar, eski natijalarga qaraysizlar va hozir kunda hammada probniy dars bor. Probniy darsga yozilib ko'rishni maslahat beraman. Probniy darsda e'tibor beradigan narsalar o'qituvchi o'quvchilar bilan qanchalik ishlayapti, qanchalik o'quvchilarni savollariga detalni javob beryapti. Shunisiga e'tibor qaratinglar. Meni fikrim bo'yicha yaxshi o'qituvchi o'quvchining savoliga hech qachon to'g'ridan-to'g'ri javob berib qo'ymaydi. Ya'ni o'quvchi savol berganda, ustoz mana bu narsani nima desa sразу tushuntirmaydi-da, o'quvchini o'ziga tashab qo'yadi. Ya'ni sen o'zing nima deb o'ylaysan shu narsa to'g'risida, shu narsa to'g'risida fikring qanaqa deb o'quvchining holatini ozgina analiz qiladi va shundan kelib chiqibgina javob beradi. Mana shu narsalarga e'tibor beringlar. Undan tashqari, hozir kunda biz ko'p uchratayotgan narsalar reklamalar. Ya'ni o'qituvchilarni va'da berayotgani. Men bilan mana bunaqa qilasan, yangi metodika, mana bunaqa kursda o'qiganman degan narsa. Baraka topkurlar. O'zinglarni nafsiylardan kelib chiqib, reklamaga uchadigan bo'lmanglar. Nafsiylardan kelib chiqib. Ya'ni, men bitta sizga 3 ta ustoz sen katta darajaga erishishing uchun senga ko'p vaqt kerak deb turib, 4-chi ustoz men seni qisqa vaqtda chiqarib beraman deyotgan bo'lsa, bu sizlar nafsiylarga uchasizlar. Men bu 3 taning gapiga quloq solishni maslahat berardim. Agar qaysidir ustoz aynan siz xohlayotgan narsani, ya'ni oson yo'l bilan kam vaqt sarflab, kam effekt qilib bo'lsa, ustozinglar to'g'risida juda katta gumonim bor. Bir hafta 10 kun oldin menga bir odam murojaat bilan chiqdilar. Ustoz, men ukam palonchi insonni darsiga yozilyapti-da, bo'ldi masjidda o'qiyman deb turyapti. Shu odam to'g'risida qanaqa fikrdasiz? degan bir savol bilan chiqdilar. Avvalambor juda ham o'rinsiz savol. Birov to'g'risida birov fikr berishi ozgina noto'g'ri narsa. Undan ko'ra siz o'qituvchi to'g'risida emas, siz bu ustoz mana bunaqa metodikadan foydalanar ekan, mana bunaqa kitoblardan o'tar ekan deganingiz ma'qulroq. Lekin aynan shu men holatimda shu narsa bo'lib qoldiki, u odam so'rayotgan odamlar bilan men birgalikda ishlaganman va birgalikda ishlab bu odam to'g'risida juda ham bir yaxshi fikrda emasman. U odamda o'qigan bolalarni bilaman va ular bilan gaplashganimda ular ham u odam to'g'risida bir yaxshi fikrda emas edi. Meni bu yerda bitta ajablantirgan narsa shu bo'ldiki, o'sha menga yozgan ukamning gaplari. Meni ukam mana shuni metodikasiga ishonib, mahkam ushlabdi, bo'ldi, men mashqlarda shug'ullanaman, boshqa joyga bormayman deyapti, degan bir gaplari bo'ldi-da. Keyin men o'zim o'yladimki, marketing qanchalik kuchli bo'lishi kerakki, o'quvchini bunchalik odam o'ziga ishontirib qo'yish darajasida bo'lishi uchun marketing qanchalik kuchli bo'lishi mumkin deb o'ylanib qoldim-da ozgina. Sizlarni qalbingizga yoqyapti degani bu to'g'ri yo'l degani emas hamisha. Shu narsaga ham e'tiborli bo'lishinglarni hozir kunda men bir maslahat berardim. Allohdan so'raylar, yaxshi, kuchli, sizlarga bir to'g'ri yo'l ko'rsatadigan ustoz bersin, istixora qilinglar. Allohdan so'rabgina shu bitta o'qituvchini topamiz va mahkam ushlaymiz. Keyingi podkastlarda ko'rishgungacha hammangizga rahmat.